Nega bu sanada tug'ilgan insonlar 6-da, 15-da va 24-da va kuni tug'ilgan kunida 6 raqam ko'p bo'lsa, ularda ham shu energiya mavjud? Nega bu insonlar aynan shu sistemli ishlarda tezda charchashib qolishadi va tezda напряженный ishlardan tezda выгоранияga keladi? Aytdim-ku, ular bu dunyoga ishlagani kelishmagan. Charchoqlardan chiqib ketish uchun nima qilish kerak? Yozib oling. Birinchisi bu yetarlicha uxlang. Boshqalardan ko'ra ko'proq uxlang. Ikkinchisi bu har doim o'zingizga oro berib, chiroyli bo'lib yuring va shoshilmasdan, umuman shoshilmasligingiz kerak. Uchinchisi bu mazali taomlarni yesangiz, chiroyli qahvaxonalarda, keyin sizda juda ko'p batareyangiz maksimal zaryadda bo'ladi, ya'ni energiyangiz ko'tariladi. Keyin siz xohlagan narsalaringizni qilishingiz mumkin. Aynan maqsadlaringizga tezda erisha olasiz. Bu sanada tug'ilgan insonlar agar minus holatda bo'lsa va o'ziga oro bermasa, o'ziga chiroyli ovqat qilmasa va yetarlicha uxlamasa, ular keyin barcha imkoniyatlarni yo'qotadilar. O'sha men aytgan 3 ta tarzda yashasalar, ular tezda charchab qolishmaydi, ya'ni выгоранияga kelmaydi. Menga izohlarda sovg'a so'zini yozib qoldiring. Sizni tug'ilgan sanangiz bo'yicha sizni kuchli tomoningizni va kuchsiz tomoningizni aytib o'taman.